Hovlilardan qishin yozin mana shunaqangi suvlar oqib tursa, mazza bo'lsa kerak. Mana buni qarang. Devor tagidan shunaqangi suvlar oqib o'tadi, umuman tinmas ekan. Kelesdan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shunaqangi atmosferali 6 sotuli uchastkamiz. Keles Ko'kteri, Halimko'p mahallasi. Zo'r tarafi bu uchastkamizda shunaqgina yo'lda yuzda joylashgan. Oldida do'konlari ham bor. Agar do'kondan foydalanaman desanglar ham va orqa taraflama ham ko'cha. Ya'ni bu uchastkamizda 3 taraflama ko'chaning o'rtasida yo'lda yuzda joylashgan, kadastr bo'yicha 6, lekin o'zi 7 sotix chiqadi deyapti. 5 ta xonadan iborat, 70% bitgan holatda, lekin remontlari, ya'ni sifat bilan qurilgan, mustahkam qilib, kirish eshigining oldida yana bitta xonasi bor. Bu taraflama ko'cha, taraflama sanuzel. To'g'rida letniy kuxnaga ham joylab tashlab ketilgan. Ham eshik oyna romlarni qaranglar, Engelberg termo. Binoning tagida podolari ham bor. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsa, mana shunaqangi katta hol bilan boshlanadi. Elektrika, santexnika, to'pli pollargacha qo'yilgan. O'ng qo'lda bitta kuxnyaning joyi, xonalari katta-katta. To'g'rida bo'lsa zal, mehmonxona, koroslar, patologlargacha qo'yilgan. Faqat eshik bilan pog'liq qolgan ekanda. Bundan tashqari, bu yoqda bitta katta yotoqxonasi, garderob, sanuzelga ham joy tashlab ketilgan va ikkinchi qismga o'tamiz. Bu yo'ni o'zida mana bitta zeleniy zona, gullarga rashod qilingan ekan, yorug'lik tushadigan joy. Bu tarafi o'zida ham yana bitta yotoqxona bor. Bu yo'ni o'zida ham ikkita sanuzel va endi dash yurib kelamiz, chapga qarab. Bu yo'ni o'zidan ham glavniy xotdan kirish mumkin. Bu yerda yana bitta yotoqxona va oxirgi 4-yotoqxonamiz, ya'ni 5-xona bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, 139 ming dollar deyapti. Bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi, lekin mana atmosferani yana bir marta ko'rsatay. Qarang, suvlar oqadi. Suvning oldida letniy kuxnya. Bitta tapcham qo'yib, dachaq qo'ysangiz bo'lar ekan.